Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan prokuratura organlari va sudyalar oliy kengashi bilan birgalikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Sirdaryo viloyat sudining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi va Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining Guliston filiali mansabdor xodimining noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Xususan, sudlov hay'ati sudyasi o'z ish yurituvida bo'lgan mahalliy tadbirkor tomonidan Guliston shahrida qurilgan ko'p qavatli bino bo'yicha kassatsiya tartibida ko'rilayotgan da'vo ishi qonunan uning foydasiga hal bo'lishini bilgani holda o'zining yaqin aloqasi hisoblangan Agrobank mansabdori bilan til biriktirib, undan 7,5 ming AQSh dollari talab qilishgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda bank mansabdori talab qilingan pul mablag'idan 5500 AQSh dollarini olib, sud tomonidan tadbirkor foydasiga ijobiy hal qiluv qarori e'lon qilinganidan so'ng sudyaga 3600 AQSh dollarini bergan vaqtida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.